Bu qizlarimizni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Ko'rib ko'zim quvonib ketdi. Qaranglar mana buni. Voy, vashshi chiroyli. Rosa yarashibdi. Buyursin. Shu ham yarashadimi, qarang. O'zi shimlar kiyib yuradigan qizimiz bular. Qo'yniga ko'ylak kiyib oldim. o'lib qolar ekan qo'yni. Bu opalarim Namangandan kelib o'qishyapti. Apayamiz bitta. Bittami? Kiyib turing chiqani, bularni ko'rsatib turaman ungacha. Qani? Dvoychkalaringiz. Voy, vashshi asal chiqibdi. Buyursin. Ana, koketchkali orqasi. Shahnoza ketdi umraga. Ketdi, inshaalloh. Amin. Birga borib qolsak, a? Voy, vashshi chiroyli chiqibdi. Qo'l ko'z dard ko'rmasin. Choklari ham yaxshi. Ha, chotki, choklari bir tekisda bo'plabsiz. Endi malaka oshirish guruhi вообще sizlar professionalsizlar-da. Zo'r. Gap ya. Izlarim mashxonamga keldim. Ishonasizlarmi? Yana meni mushugim kutib oldi. Kecha hamma yozibsizlar ko'zi og'rigan deb, yo'q, buni ko'zi rostdan ranjib ekan. Mana qaranglar. Qaramayapti. Voy, po'qilinkiligini. Rostdan bu zotdor ekan, qimmat mushu ekan. Kechirasiz yozibsizlar mushushunoslar. Lekin men mushu to'g'risini aytaman, yaxshi ko'raman, lekin ushlolmayman. Qo'rqaman, qanaqadir fobiyam bor. Lekin meni mushular yaxshi ko'radi. Suykaveradi qatta ko'rsa. Mehmonga borsam mushugi bo'lsa, обязательно kelib suykaladi menga. Chiroyli bo'lsa. Hozir ekranda katta ko'ryapti, lekin bu risi chichina. Mana meni qo'lim, u qaranglar, bu risi kichkina hayotda. Ay, kiysan. Kisula. Veterinarga olib boring debsizlar. Uy, qaniydi ushla olsam endi buni. Ay, jonim. Kimdir mushularni yaxshi ko'rsa, kelinglar. Ertalab 8da, 9da ishxonaga kelaman-da. Kelsanglar, meni kutayotgan bo'ladi bu. Olib ketishinglar mumkin, lekin yomon shirin mushu ekan, chiroyli ekan. Kecha direktor portlab ketdi-da. Unaqa qiling, veterinarga olib boring, olib qoling, risi zotlar mushu deganlar uchun. O'zinglar kelib olib ketinglar, bechoragina ham ko'chada qolib ketibdi. Menimcha ko'cha mushuk emas-da, bu точно. Kimdir mushuk yaxshi ko'rmaydimi? Alaykum assalom, qalaysan? Yaxshimisiz? Uzunsan? Charchamayapsan? Mushuk yaxshi ko'radiganlar yo'qmi? Senga yoqadimi? Pastachi zotdor mushuk yotibdi-da. Yo'q. Qalaysan? Dilnur sanikichi? Ikkita har doim mushuk o'tasan. Yaxshimisan? Charchamayapsan? Mushuk ichida yotibdi-da. Shuni olish kerak. Zo'rami qilamiz? Tinch. Qishloqda yo'q, hamma yoq tinch. Qishloqdagi tengdoshim. Hamma qo'shnilarimizni yengi. Salom. Va alaykum assalom. Adasi. Mamangga nechi? Orqada bolla. Juda kerakli bu. Da qayrilganinglarda bizning uyimizga. Kelasizlar, xudo xolsa mehmonga hammalarni chaqiramiz, adasi. Ashdan qayrilganda все bizning uy. To'g'rida. Tinch, totuv yashaydigan joy. Takoy shovqin ham yo'q, a? Mazza. Bolalardan xavotir olish shart emas. Chiqib ketsa ham mashina o'tib qaytadigan joy emas-da bu. Mana keldik. Biz syomka qilib oldik, Ranoxonga yoqdi. Ketgisi kelmayapti bu yerdan. Ana bugun ustalar kelishadi ular. Srochno menga yozgacha iltimos. Bitirib bering desam, yo'q deyaptilar. Kechirani. Yozgacha bo'lmaydi, yozdan keyin deyaptilar. Nima qilay? Tezroq yashagim kelyapti shu yerga. Yoz davomida bo'ladi, Xudo xolis. Qizlaringiz yaxshi o'qisami? 14-avgustda. 14-avgustda tug'ilgan kuningizdami? Bo'pti. Mana shu katta oshxonamda tezroq mazza qilib ovqat qilgim kelyapti. Ay, mebellari tayyor qizlarimmi? Mebellari уже mashitdi. Hamma narsasini qo'yadigan narsalar. Buni pastga olib tushib qo'yishadi bu ustalar. Холодильник shetda hamma narsa bor, no remont bitsa bo'ldi. Eng katta ishlar qilib bo'lingan. Теплый pollar, batareyalar, akfalar, ishular qo'yilgan. Endi uyga ichkaridagi eshiklari, pol, patolog, devorlar bo'lsa, mebellar bo'lsa bo'ldi. Voy, havoni aylanishini mazza.
Gir. Hamma joyimizda deraza, hamma joy katta deraza. Qizlarim maza qilib artishadi endi. Artasizlarmi? Hamma yo'lda oyog'im. Hamma joy tozalab yurasiz. Tozalab yurasizlarmi hamma joyi? Ha? Rano o'zi tozalab tashiydi, Rano. Ha, Rano? To'g'rimi? Yo'qmi? Yo'q dema, xo'pdi. Yo'q deydi. Unda uchastka. Qarang, ketdik bolajonim. Ketdik, ishlarimiz bor. Nima deysiz? Keyinroq kelaman. Ustalar kelishganmi? Bo'pti, ketdik. Ketdik bolajonlar. Aha, uylariga keldilar, ha? Mana kelaveramiz hali bitmagan uyimizga. Nima deysan? Ha, ko'zingni yum. Birinchi. Shu bilan. Voy, xursandligim. Assalomu alaykum. Qaranglar, biz yangi olganmaqa. Hozir dars berdilar shtativ. Kerakli. Hozir video syomka qilamiz bu yerda. Keyin bitganini qo'yamiz, xudo xolisa. Voy, sog' bo'ling, alhamdulillah. Voy jonim. Ana do'posli qilamiz, xudo xolisa, tez kunlarda. Qarab turinglar, ha, cheese qilamiz. Ranoxon, mana shu Rano deb baqirib yuraman. Ha, Rano deb baqirib yuraman, bo'ladimi? Nano. Ha. Farida, qanisan? Kutgan dastavочкalarim keldi. Raspakovkachi qilamiz. O'tgan safar Gulim Cosmetics'dan olgan narsalarimni ko'rsatganimda ko'pchiliginglar baraka topdinglar, tan olinglar, chunki menga ham yozdinglar-ku. Sababi bitta nimadirlarini, kosmetikalarni yoki mana shu kerakli uходовый kosmetikalarni olsanglar, yana bitta o'zlari bilib qo'shib beradilar-da. Birga bir aksiyalar 2 kun davom etdi. Bu safar ham bugundan boshlandi. Tezgina harakat qilib oldim. Rosa tez keladi dastavkalari. Bularni oldim-da, podarkasiga o'zlari qo'shib berdilar. Qaranglar, nude qo'shib berganlar. Shunaqa zo'r teng, prям yaxshi ko'rdim. Chiqib shuni qo'shib bersinlar deb turdim. O'zlari bilib qo'shadilar, lekin bitta olsanglar bitta podarka qo'shadilar, ikkita olsanglar ikkita podarka, 10 ta olsanglar 10 ta podarka qo'shib beradilar. Bu qozoncha, bilasizlar, Xitoyda rosa ommalashdi-ku. Men bu ichidagi nima desam, kleyi eritib bunga qilsa, erisa buni ichida qotib qolmas ekan. Narigi qozonchalarimizda qotib, chetlari yomon bo'lib ketadi-ku. Bu silikonoviy bo'lgani uchun buni ichida qolmaydi. Qozoncha обязательно olib ishlatib ko'ringlar. O'tgan safar Robishqa oluvdi, rosa maqtadi, zo'r ekan, opa dedi, men ham oldim. Bu hamma bilgan Victoria's Secret'dan shunaqa zo'r sprey. Bu nima? Badan uchun o'sha losyon rosa zo'r. Bu ham o'sha gellar dushi, tipa skrabda shunaqa o'lik terlarni chiqarib yuborasizlar. Newtonni qaranglar, qanaqa zo'r va kerakli ranglar, men yaxshi ko'radigan ranglar va chiroyli. Chalardan surib ko'rdim, har bittasidan menga ko'proq bilasizlar, mamini hidi vashshe yoqdi, shunaqa приятный ekan. Birga bir luks kopi zo'r o'xshatishibdi lekin. Ammo bu atirlarni rosa maqtadilar-da o'zlari. Bitta ishlatib ko'ring, Shahnoza, mazza qilasiz dedilar, rostdan zo'r ekan. Bulutlarda uchib yurgandek bo'lasizlar. Hidi vashshe необычный. Men bu qo'l uchun kremi. Shunaqa shu narsalarni zakaz qildim va xuddi shunaqa podarkalar ham o'zlari bilib qo'shib berdilar. Birga bir aksiyasidan tez foydalanib olinglar, sizlar ham mazza qilib hamma narsalardan ko'rib olinglar. Ham bo'ladi. Yuzga rumyani. Rosa zo'r. Bu ham pomada sifati bo'ladi. Mana endi bitta ishlatib ko'ringlar, zo'r narsa, feromon. Bu yoqda qaranglar. Bu
shotochkasi qani, shotkasi ham bor. Qoshga shunaqa gel. Вообще zo'r narsa bu ham. Buni ham olaman. Mana shunaqa atirchalar, mini atircha. Aytibman, ertaga ketamiz dedim. Yo'lga ketayotganlar yoki-da qizjonlar sumkaligi sovagani judayam zo'r narsa-da. Hozir ochib ko'rsaman. O'tgan safar takoy anu kitobchali atirlarni oluvdim. Shunaqa maza qildim. Surib yuradi atirni. Hidi prям stoyki. Bu nima bilan qaranglar shirinligini. Mana. O'xti. Ana katta qilib olib yurmaysizlar. Kichkina shiringina ana bitta hiddan to'yib ketadi odam. Mana shundan mazza qilib sumchkaliga solsangiz sepib yurasizlar.